Aloqa Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan yana taqdimot loyihasi va bu loyihaning tashabbuskori Aloqa Bank. Hamkorlarimiz Aloqa Venture hamda Startup Garage va bugun bizda Universal Bank kengash raisi Anvar Irchayev. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalom. Ahmad, xushvaqt bo'linglar. IT Park Ventures rahbari Dalerxon Nodirov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bo'ldik. Aloqa Ventures rahbari Suhrob G'aybullayev. Sizga ham xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va Tamila Qurbonova, investor, Angel Investor. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, startapni chaqiraman. Tayyormisiz? Tayyormiz. Ketdikmi? Ketdik. Belli baquvvat qilganmizmi? Albatta. Albatta. Bosamiz. Boshlaymiz. Azizlar, bizda birinchi startap. Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Akobir, yoshim 22 da va men Memolink loyihasining asoschisiman. O'zi dasturchiman. Dasturlashga yoshligimdan qiziqqanman. Eng birinchi dasturimni adashmasam 2021-yil yozganman. Mani bobom 2020-yil olamdan o'tganlar. U inson qanaqa inson ekanliklarini men o'zim yaxshi bilaman. Uydagilarim hozir o'sha yaqinlarim yaxshi bilishadi, lekin kelajakda meni farzandlarim, nabiralarim u inson qanaqa ekanligini yoddan chiqarib qo'yishadi, ya'ni unutilib ketadi. Bizning maqsadimiz o'sha unutilishga qarshi kurashish, loyihamizning asosiy maqsadi. Bizlar loyihamizni qurish uchun o'sha jamoa yig'dik. Hozirda bu loyihamiz ustida faol ishlayapmiz. Aytaylik, hozir bizning syomkamiz ketayotgan joyi ham bizning platformamizga qoldirib, xotira kapsulasini ichiga qo'yib ketsak bo'ladi. Keyinchalik boshqa platforma a'zosi Tatoga tashrif buyurganda, ya'ni hozir men o'qiyotgan joyiga, platformamizni ochib qaraganda xotira kapsulalari chiroyli ko'rinishda chiqib turadi. Ya'ni bu yerda aytaylik, mana shunaqa syomka yoki boshqa tadbirlar ham xuddi shunaqa chiroyli ko'rinishda chiqib turadi. Ya'ni bu bizning birinchi versiyadagi qiladigan ishlarimiz. O'ylaymanki, bizning loyihamiz investorlarga qiziq bo'ladi. Biz insonlarni hech qachon esdan chiqazmaydigan, ular o'chirib yuborishga umuman ko'zi qiymaydigan narsa, ya'ni xotiralar ustida ishlamoqdamiz. Biz insonni raqamli DNKsini yaratmoqchimiz. Assalomu alaykum. Men Akobirov Davaniyev, Memolink loyihasi asoschisiman. Bugun biz xotiralarni qanday qilib saqlashni butunlay o'zgartiradigan narsani ko'rsatmoqchiman. Sizning telefoningizda 10 minglab rasmlar bor. Lekin ular shunchaki piksellar. U yerda xotira yotibdi, lekin ruh mavjud emas. Biz insoniyat tarixidagi eng katta ma'lumotlar bazasini qurdik va uni raqamli qabristonga aylantirdik. Va buni o'zgartirish vaqti keldi. Biz Memolinkni yaratdik va u qanday ishlaydi? Juda ham oddiy. Siz qog'oz rasmli telefoningizni tutasiz va o'sha zahoti ovoz va harakat bilan gavdalanadi. Lekin biz bir qadam oldinga o'tdik. Geolokatsion xotira kapsulalari. Demak, xotiralarni abadiylashtiruvchi loyiha, platforma. Bu qanchalik haqiqatga yaqin, chunki hali ishga tushirilmagan, hattoki test rejimida ham ishlamayapti deyapsiz. Qisman qilib aytganda, hozir yangi revolyutsiya davri kelyapti. Buni hisobiga biz o'sha sun'iy intellekt resurslaridan foydalangan holatda hamma narsani biz sun'iy intellekt orqali yangicha bir darajaga olib chiqishni reja qilganmiz. Tog'dami, ko'chadami, havoda xotira kapsulasini qoldirasiz. Yillar o'tib, telefoningizni ko'targaningizda o'sha onlar xuddi gologramma kabi qayta gavdalanadi. Va bu haqiqiy sehr nazarimda. Ajoyib texnologiya, to'g'rimi? Lekin biz bundan qanday pul topamiz? Biz odamlarga ilovamizni yuklashni yolvorib so'ramaymiz. Biz xuddi Luma kabi tadbirlarga ro'yxatdan o'tish platformasini qurdik. Tasavvur qiling, mehmonlar to'yga borish uchun Memolink orqali ro'yxatdan o'tadi va avtomatik ravishda barcha jonli rasmlar dunyosiga tushib qoladi. Hech qanday chegarliklar va dahmazalarsiz. Tashkilotchilar litsenziya uchun to'laydi, mehmonlar esa ilovani tekinga yuklab oladi. Biz mijozni 0 so'mga qo'lga kiritamiz. Keyin esa ular shaxsiy xotira kapsulalarini yaratish uchun premium obini sotib olishadi. Endi raqamlarga qarasak, bu bozor qanchalik katta? Global raqamli xotira va tadbirlar bozori 100 milliard dollarni tashkillashtiradi. MDH va O'rta Osiyo bozori esa 5 milliard dollarga teng. O'zbekistondagi to'y va tadbirlar bozori 500 million dollarni tashkillashtiradi va birgina O'zbekistonda yiliga 300 mingta to'y tadbiri bo'ladi. Va uni atigi 3%ni biz Memolinkni obunachilariga aylantirsak ham bu Memolink uchun yillik millionlab dollar barqaror daromad degani. Google Photos bu shunchaki omborxona. Luma chipta sotuvchisi, Instagram esa sahna. Biz uchalasining eng mukammal gibridimiz. Lekin bir narsa bor. Bugun biz rasmlarni jonlantiryapmiz. Ertaga esa yig'ilgan bu ma'lumotlar asosida insonlarning raqamli egizagini yaratamiz. 50 yildan so'ng evarangiz sizning avataringiz bilan shaxsan suhbatlashadi. O'limdan keyingi sukunatni bekor qilyapmiz va buni reallikka oshirish uchun
$150 ming miqdorida investitsiya so'raymiz va buni qismlarga bo'lingan holda 20 ming, 50 ming va 80 ming qilib olamiz. Va buni shunchaki g'oyachilar emas, Ipak yo'l va uzumning arxitektorlaridan iborat kuchli jamoa quryapti. Biz Memolikmiz. Lekin qarang, hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham ko'p ilovalar bor, ya'ni o'sha xotiralarni biriktiradigan. Instagram deymizmi, u Telegram, Facebook, xullas hammasi bor va u yerda ham biz suratlarni, videolarni yuklab boramiz. U esa bizga bir necha yillardan so'ng albatta xotira vazifasini o'taydi. Ya'ni biz sog'insak, eski davrlarni uni ko'rib, o'sha xotirlaymiz shu vaqtlarni. Bu ham platforma ham xuddi shunday ko'rinishda ishlaydimi yoki bir boshqacharoq pluslari, funksiyalari ham bormi? Shunga o'xshash, lekin Instagram, Facebooklardan farqli tomoni bu Instagramdagi xotiralar bu qo'pol qilib aytganda juda ham katta va emotsiyasiz bir ma'lumotlar bazasiga primitiv darajaga aylanib qolgan. Bizni xotiralaringizni jonlantirib, ya'ni gologramma sifatida jonlantirish ham reja qilganimiz. U уже Instagramda haligacha bunaqa funksionali yo'q. Bu odamlarga bir yangicha tajriba yetkazib beradi degan umiddamiz. Hop, sizlarda hozir pul topasizlarmi? Ishlayaptimi bu loyiha? Hali launch qilmadik. Waitlistda turibmiz, ya'ni pre-revenue holatida. Shuning uchun qismlarga bo'lingan holatda investitsiya. Sizlar bilan sentyabrda ko'rishdik, adashmasam? Da. Sentyabrda ko'rishganimizda ham hali launch qilmagan edik. Chunki bizlarda ishlatmoqchi bo'lgan texnologiyamiz sal qiyinroq. Hozir bizlarda o'zi launch uchun tayyor. App Store'ga bizlar ilovamizni publish qilish uchun chiqazdik. Hali ular tasdiqlamadi. O'sha tasdiqlov bilan biz o'z ommaga chiqazamiz. Hozir waitlistda turibdi. QR koddan ro'yxatdan o'tib bemalol qo'shilishlaringiz mumkin. Ilovamiz tayyor bo'lishi bilan pochtalaringizga xabar boradi. Komandani fokus qayerda? Har birini o'zini ishi bor hozir. Hozir har birining ishi bor. Keyinchalik o'sha hammamiz fokusimizni loyihamizga qaratamiz. Dalarxon Nodirov, bilasizmi bu proyektni? Yo'q, loyiha juda ham qiziq, lekin meni sal o'ylantirgan joyi bu sentyabrdan beri hech nima o'zgarmagani. Yo'q, sentyabrdan beri hech narsa o'zgarmadi emas. O'sha vaqt biz boshlaganmiz va hozir produktni biz o'zi tayyorlab bo'ldik. Faqat App Store'ga chiqazib, ommaga ko'rsatish qoldi. Bu g'oyaga qanaqa qilib kelgansizlar? Bu g'oyaga o'zimdan chiqqan, boshda kelishib, aytaylik, meni bobom olimdan o'tgan. Va inson qanaqa odam ekanliklarini meni kelajakda farzandlarim ham, nabiralarim ham bilishni xohlardim. Va shuni ortidan chiqqan muammo. Bizda juda ham bu narsa rivojlanib ketishi mumkin. Nimaga? Chunki bizda nima deydi, o'sha 7 avlodini bilish kerak, mana shunaqa degan gaplar bor-da. Mana 7 avlod emas. Ayniqsa hozirgi bolalar o'zini, mayli ota-bobosini ham uncha yaxshi bilmaydi yoki yoshligida qanaqa bo'lganini, qanaqa yo'llardan o'tganini ham bilmaydi. U haqida faqat ota-onasi orqali bilishi mumkin. Ular ham agar vaqt topib, ajratib o'shani tushuntirishsa, loyiha juda ham yaxshi. Agar buni nima deydi, hayotga oshirsa, men aminman, buni mijozlari ham bo'ladi. Taxmin qilganimizdek, ko'plab diskussiyalarga sabab bo'lyapti ularning chiqishlari. Ko'plab savollar tug'diryapti. Hozir mana endi hal qiluvchi bosqichga keldik. Nima deb o'ylaysiz? Bugun so'ragan summangizni ola olasizmi yoki yo'qmi? Qaysidir qisman bo'lsa ham menimcha ola olamiz. So'ralgan summa bo'lmasa ham qaysidir qismini olishga men umid qilaman. Oradan 100 yil o'tdi, lekin u bobosi bilan gaplashadi deyapti. Ya'ni u qaysidir ma'noda jonlantirishga tenglashtirilishi mumkin-da. Shu masalada misol uchun o'rganish kerak. Birinchisi, ikkinchisi, men misol uchun yaqinda ishim tushdi. Hozir o'sha AI toollar paydo bo'lgan. Ya'ni siz rasmni yuklab, o'sha siz aytgan vafot etgan kimnidir harakatga keltirishingiz mumkin yoki qanaqadir promptlar bilan gapirtirish mumkin. Shu sizga raqobatchi bo'lmaydimi? Keyingi masalasi. Yo'q, bu bizga raqobatchi bo'lmaydi. Hozirgi kunda biz hozir hammamiz foydalanadigan ChatGPT, Cloud bular hammasi LLM, ya'ni Large Language Models. Biza qurayotgan narsa LBM, Large Behavioral Model. Ya'ni biza qurayotgan AI egizakda o'zini xarakteri bo'ladi, xarakter shakllanadi. Anvar aka, savolingiz bor? Men to'g'risini aytsam juda oxirgacha loyihani tushunganim yo'q. To'g'risida xafa bo'lmaysiz, faqat chunki bu boshda bir qanday hobbidan chiqib kelganga o'xshadimi menga-da o'tdi. Yo'q, hobbidan emas. Endi tushunmayman, sizlar misol uchun kelajakka qarab mana qadam bosasiz, lekin bundan sizlar qanaqa pul topishi, qanaqa o'sishi, misol uchun o'smoqchi, sizlar buni ham oxiriga tushunmadim. Masshtab yurni qanaqa bo'ladi, keyinchalik misol uchun daromad qanaqa olinadi yoki buni kimga sotasizlar? Summa kichkina ekan, qadar qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa, qo'llab-quvvatlaymiz. 150 mingmi, 15 mingmi? 20 ming startda deyaptilar, keyin Общий 150 ming qidiryapmiz deyapti. Общий. Valuation ham bu yerda juda bir katta masala. Yordam berishga tayyorsiz lekin, to'g'ri? Qanday yordam qo'limizdan kelsa, mayli qanday yordam bera olamiz. qancha valuation qo'ygansizlar? 20 ming olmoqchimisiz hozir birinchi start uchun? Dastlab 20 mingga qancha bermoqchisizlar?
Biz umumiy 150 mingni KPIlar asosida maksimum 8% gacha baholayapmiz. Katta bo'lishi Yo'q, bo'lmaydi unaqa qilish. Birinchi siz hozir boshlang. Bo'lmaydi unaqa qilish, to'ppa-to'g'ri. 20 ming hozir 20 ming haqida gaplashaylik. Kelajagi yolg'on narsa, yo'q narsa. Tem bo'ldi hozir siz 20 ming start uchun nima uchun kerak? Dasturni qilmoqchimisiz? Komanda yig'moqchimisiz? Yo sotuvchi komanda bor. Hozircha operatsion xarajatlar uchun, o'sha firma ochish, o'sha Yashash uchun kerak bo'ladi. O'tgan galap shu muhokama qildi. Firma ochish bu yarim soatdagi narsada, ya'ni unga siz 400 ming pul bo'lsa bo'ldi, firma ochasiz, muammo yo'q. Direktor o'zingiz bo'lsangiz, boshqa bo'lsa, unda muammo yo'q. Tem bo'ldi kod yozishda ham hozir oson bo'lib ketdi. Endi men koder emasman, lekin hozir Cloud'da boshqasida, misol uchun oldinda aytib yozyapti-da, misol uchun 3 yil qilgan ishimni kerak bo'lsa 2-3 soatda qilib qo'yamiz. Ya'ni komanda bilan 3 yil ko'targan kodimizni deyapti. Bir kunda yoki yarim kunda qilib qo'yapmiz hozirgi zamonda deyapti. Aytmoqchimanki, aniqlash kerak, aniq bo'lish kerak. Investor bilish kerak, siz nimaga ishlatmoqchisiz. Javob bersangiz, mana misol uchun haqiqatdan bitta narsada bu bolalar bu turishida xafa bo'lmang. Mana men xursandman, o'zingizlar boshlab qilganingizga juda xursandman. Bo'lsin, qilsin. Lekin bu misol uchun investorlar kelishdan oldingi fazada-da bular hozir ota-onasidan pul oladimi 20 ming yoki borib amakisidan pul oladimi 20 ming. To'g'risida bu endi bu hayot. Bular fond, banklarning puli. Bular keyin o'zini savetiga, investitsion komitetiga nima deydi? Anta yaxshi 3 ta yigit bor ekan, shunaqa bir loyiha qilayotgan ekan, hali kompaniya yo'q. Давайте просто отдадим деньги. Ну, я думаю, что ularni investitsion deklaratsiya bularni qo'l anaqa to'g'ri kelmaydi, naверное. Men bilmayman-ku, no. Siz ozgina buni pishirib bunaqa loyihaga olib kelishingiz kerak. Yoki o'sha angel investorlar kelib, "Oka, men shunaqa ish qilaman, menga 5 ming bering, ishim yaxshi bo'lib ketsa yoki qaytarib beraman 5 ming." To'g'risi, endi menga misol ko'p kelgan odamlar. Amir aka, mana shunaqa turibmiz, ozgina pul yetmayapti, men bu uchun 3 ming berib turing. Xo'p deyman, mayli ishing yursin, shu men 3 mingdan kambag'al bo'lib qolmayman, lekin ishing yurganda ertaga kelib rahmatini aytardirsan, rivojlanib ketsa bir kelarsan deb-da, to'g'risi. Shunaqa-da u hayot. Bu hozir family tam, close friends yoki nimadir-da, u startaplar chiqyapti-da. Misol uchun taqdimotga chiqaman deb ariza yozganlar 300 kishi zaявка topshiradi. Undan misol uchun olsa 30 tasini yoki 35 tasini taqdimotga chiqaradi va ko'plar xafa bo'ladi. Nega meni chiqarmayapsan deydi. Lekin boyaga masala bor. U yerda komanda buni tayyorligi, startap tayyorligi, ya'ni bu yerda chiqargandan keyin natija o'sha bizni o'sha tashkilotchilar ham sizlar yordam fondi bassizlar-da. Natija qilishda. Boshida gaplashgan savol. Natija qilish. Xuddi o'shani o'zi-da. Nimaga hamma e'tibor bermaysizlar, javob bermaysizlar deganingizga shu narsa. Xo'p, agar zarracha qiziq bo'lsa, ozgina qiziq bo'lsa, kelinglar, gaplashishga tayyormiz. Bo'lmasam, agar umuman qiziq bo'lmasa, unda qutinglarni yoningizga qo'yib qo'yasizlar, lekin hozir hal qilishimiz kerak. Bu kelajakdagi gologrammali loyihaga hozir biz pul tikamizmi, yo'qmi? Bitta narsa hisobga olinglar. Shu paytgacha to'xtang, qo'yib turing. Bitta narsani hisobga olinglar. Shu paytgacha imkonsiz, tushunarsiz bo'lgan loyihalar har doim o'tgan. To'g'ri. Odamlarga tushunarsiz qanaqadir bir allambil nima deb valdirayapti bu degan bolalar milliarder bo'lib ketgan. Balki imkoniyat hozir 20 ming bilan hal qilib qo'yarmiz balki degan savolni qo'yinglar o'zingizlarga. Nima qilamiz? Qolganlarini bilmayman-u, lekin sizga hozirgi etapda emas, keyingi etapda soft commitment berishimiz mumkin. 50 ming dollarga. 50 ming. Ya'ni bu sizga yana bir marta yana bitta motivatsiya. Hozirgi etapga pul topib, o'sha 20 ming, 30 ming qancha kerak bo'lsa, produktni tayyorlab bizga olib keling. Mana sizga 50 ming bor. Ana, oling. Yaxshi taklif, zo'r taklif. Mayli, biz ham mana o'sha aytayotgan bir qisman pulni beramiz, lekin ulushi kelishib buni hali kompaniya ham yo'q, hech balo ham yo'q-da, nimadir gaplash ham qiyin, akobir. Buni siz to'g'ri tushunishingiz kerak. Lekin mayli bir yordam berishga tayyormiz, bolalarning ishi yurib ketsin. Sizlar uyalmanglar. Chalaveringlar. Ozgina pishirib, g'oyani yo'lga qo'yib, bizda qanaqadir ozgina bo'lsa ham nima bo'lish kerak-da, ishlayapti degan narsa. Undan keyin qaytib kelganingizdan keyin gaplashamiz. Ulushlarni produktni tayyorlang. Mana 20 mingdan 5 ming dollarlik reklama sizda bor o'zi. ulush evaziga. Ha, ulush evaziga. Mana sizga. Mana qarang, qo'yayotgan joyimdan qaytardingiz. Effekt bo'ldi. Keyingi etapda ko'rib chiqishga tayyormiz. Agar MVP bo'lsa, haqiqatdan hozir mavhumlik ko'p, yo'nalishlar ham ko'p. Qaysidir produkt bilan chiqadigan bo'lsa, birinchi aytgan produktlari dalay bilan maslahat qildik, haqiqatdan
o'ylab qarasak, kundalik og'riqlarimizdan biri bo'lishi mumkin va ko'pchilikda bo'lishi mumkin, lekin hozircha yo'q. Siz to'xtang. Produktni yaxshi qiling. Mana o'sha birinchi etapdan o'ting. Produkt tayyor bo'lgandan keyin bizga keling, mana shu 50 mingni Suhrob aka bilan bo'lishamiz. Kelishamiz o'zi. Bo'lishmaymiz, alohida bering, siz nima keling. Endi ko'proq olisha olmaydi-ku, 50 ming olishadi shunga. 50 ming olmoqchi ular, balki biz ham 50 ming beramiz Biz 50 ming olmoqchimiz. G'oyaga tikkan sizlarni кейslaringlar ham bor-ku. Bor, biz g'oyaga aynan yoshlarniki 20 ming dollargacha pul tikish nimamiz bor. Hop, o'shani hozir berishga qanaqa nima xalaqit beryapti hozir bizda? Nima muammo bo'lyapti? Agar aniqlik. Hop, aniqlikni agar biz aniq sizlarga misol uchun roadmap ko'rsatsak yoki bo'lmasa o'sha aniq produktoviy matritsani ko'rsatsak, berasizmi? Beramiz, lekin ko'rishimiz kerak hozir emasda. Nima deysiz? Hozir nima qilamiz qutini? Qutini olib qo'yganimiz ma'qulmi deb o'ylayman. Hozir bersak 3 ta quti bor. 3 ta quti bor ekan. 3 ta quti bor ekan, mayli bizning zapasda tursin. Qiziq kelajakda. Lekin o'ylashim bo'yicha yomon emas. Rahmat. Marhamat, qutilaringiz. Ba'zilari pul ko'rinishida emas, ba'zilari kelajakdagi pul ko'rinishida, ba'zilari hozir yordam ko'rinishida. Rahmat katta. Charchamang, salomat bo'ling. Lekin shunday bo'lsa-da, sizni harakatlaringiz uchun bu qutilar, xudo xolasa, milliarder bo'lishingizga ilk poyqadamli bo'lishini tilakdoshiman. Rahmat. Charchamaysiz. Akobir, tabriklaymiz. Quruq qo'l bilan ketmaydigan bo'ldingiz va lekin ko'zingizda qandaydir bir ikkilanishlar bor, xuddiki javobi olinmagan savollar o'qiyotgandayman. Nima sabab bunga? Sababi hali bizda loyiha to'liq tayyor bo'lmaganligi uchun biz kutgan summani olmadik. Lekin IT Park Ventures bizga loyiha tayyor bo'lgandan keyin 50 ming dollar miqdorida investitsiya kiritish bo'yicha taklif berishdi. Demak, siz hozir investitsiya jalb qilish uchun barcha o'sha sahnada aytgan va'dalaringizni bajarishingiz kerak, to'g'rimi? Albatta, bajaramiz. Biz sizga omad tilab qolamiz va albatta ishonamiz. Azizlar, bizda keyingi startap. Assalomu alaykum. Men Oripov Islomjon, onlayn hamshira startap loyihasi asoschisi hamda rahbarman. Yoshligimdan IT sohasiga qiziqishim juda baland bo'lgan. Yoshligimizda o'sha uydagi o'zimni shaxsiy kompyuterimni o'zim sochib, o'zim yig'ib, o'zim tozalab, mana shunaqa qilib yurardik. Yillar o'tib, mana katta bo'lib, o'zim har xil turli sohalarda faoliyat olib borib, baribir shu IT sohasi meni qaysidir ma'noda shu tortib ketdi desa ham bo'ladi. Onlayn hamshira startap loyihasi tibbiyot mutaxassislarini va bemorlarni o'zaro bog'laydigan platforma. Ya'ni bemorlar bitta ilova orqali uylariga zarur tibbiy xizmatlarni chaqirishlari mumkin bo'ladi. O'zi bu loyihani boshlaganimizda ikkita dasturchi bilan, ya'ni 3 kishi boshlaganmiz. Hozirga kelib mana loyihani rivojlantirish mobaynida komandamizda hozir 15 ga yaqin mutaxassis faoliyat olib boradi. Taqdimot ko'rsatuvidan umidlarimiz katta. O'ylaymanki, investorlar loyihaga investitsiya tikishadi. Sababi bu loyihamiz hozir ishlab kelyapti. Model ishlab turgan model, ya'ni bu isbotlangan. Investitsiya tikishsa albatta yurtimizni boshqa hududlarida ham shu loyihani yo'lga qo'yamiz. Odamlar kasal bo'lishganda shifoni shunchaki shifokorning oldiga borishadi, bilishadi. Aslida esa shifokor yo'llanmasi bo'yicha muolajalarni o'z vaqtida olish davolanishda eng asosiy muhim qismi hisoblanadi. Bemorlar, ya'ni aksariyat bemorlar aynan mana shu qismda noqulayliklarga duch kelishadi. Onlayn hamshira loyihamiz esa aynan mana shu muammoga, ya'ni bemorga qulay bo'lgan manzilga muolajalarni olib borib, ushbu muammoni hal qiladi. Assalomu alaykum. Men Oripov Islomjon, onlayn hamshira loyihasi asoschisi hamda rahbariman. Ko'rib turganingizdek, bu muammo shunchaki noqulaylik emas, balki o'sha bemor o'z muolajalarini o'z vaqtida olmaydigan bo'lsa, uni kasalligi kuchayishi, davolanishni davomiyligi cho'zilishi hamda unga qo'shimcha stress olib kelishi mumkin. Demak, loyihaning nomi onlayn hamshira, to'g'rimi? Bu yerda faqat hamshiralar bormi? Hamshiralar va vrachlar bor. Vrachlar ham bor. Albatta, hozirda laboratoriyani qo'shmoqchimiz, yana qo'shimcha xizmatlarni loyihada kengaytirishni davom ettiryapmiz. Bizning yechimimiz onlayn hamshira ilovasi. Chaqiruv bo'yicha uyga tibbiy xizmatlarni ishonchli va raqamli tarzda yetkazamiz. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, tibbiyot mutaxassislarini bemorga kerakli paytda qulay manzilga yo'naltiramiz. Yuzerimiz tibbiy xizmatlarni tanlab,
manzilni belgilaydi. Tizim esa ushbu buyurtmani yaqin atrofdagi tegishli mutaxassislarga yo'naltiradi. Buyurtma yakunlangach, foydalanuvchi mutaxassis xizmatini baholashi mumkin bo'ladi. Global miqyosda oladigan bo'lsak, 416 milliard dollar atrofida baholanadi. O'zbekiston bozorini biz 60 million dollar atrofida baholadik. Biznes modelimiz juda ham oddiy va sodda. Platforma har bitta bajarilgan buyurtmadan foiz ko'rinishida komissiya oladi. Bu komissiyani merchant, ya'ni tibbiyot mutaxassislari to'lashadi. Natijalar haqida gapiradigan bo'lsam, bizda traction bor. Hozir platformamizda 270 dan ortiq tibbiyot mutaxassislari va 13 mingdan ortiq foydalanuvchilar ro'yxatdan o'tishdi. Bajargan buyurtmalarimiz soni 11 mingdan oshdi. 8% ulush evaziga 100 ming dollar miqdorida investitsiya jalb qilmoqchimiz. Mablag' asosan marketing hamda o'sishni tezlashtirishga yo'naltiriladi. Biz PMF bosqichidan traction bosqichiga o'tdik, ya'ni endi bizni oldimizda asosiy vazifa growth, ya'ni o'sishni tezlashtirish. Biz yaqin 2-3 yilda O'zbekiston bozorida yetakchiga aylanib, keyin Markaziy Osiyo bozoriga chiqmoqchimiz. Menimcha juda mashhur loyiha. Juda ko'pchilik eshitgan, ko'pchilik bilgan va bu degani yarim ish qilib bo'lindi degani. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Hozir siz qancha pul aniq ishlashingizni ko'rsatdingizmi? Menimcha mijozlarning raqamini ko'rdik, lekin MRR hozir 2000 dollardan oshgan. Bular hamshira, merchant, hamshira bor, feldsher bor. O'shalar foizlar. men shokka tushirgan narsa mana bu 30% anaqa komissiya. Sizlarga bu juda zo'r. Lekin qanaqa qilib mana professional hamshiralar boshqalar shunga ko'nadi. Balkim endi agar sizlar shunaqa qila olayotgan bo'lsanglar, sizlarga zo'r. Tabriklayman. Uzoq muddatda bu narsa ishlamaydi, aniq. Va yana bitta savol, balki shu narsa o'sishlarni orqaga tortayotgan bo'lishi mumkinmi? Menimcha yo'q, chunki har bitta mutaxassis o'zi uchun qanaqadir reklama, nima deydi, production yollash kerak, undan tashqari marketolog yollash kerak, o'zini qaysidir ma'noda sotish uchun qo'pol aytganda. Biz shu muammoni hal qilib berganimiz uchun menimcha bu 30% ni adolatli deb hisoblaymiz. Biz hozir hamshiralar to'g'risida gaplashyapmiz-da. Hamshiralar o'zi oilaga kichik Hozir men hozir sizni bo'laman sizlar gapinglarni. Hozir agar bilsangiz, hatto o'sha xususiy klinikalarda doktorlar kamida 50 yoki 60-40 ishlashadi. Yo'g'i? Ular o'sha 40 dan ham pastroq, ya'ni 30 berishadi. U doktorlar bilan, ularda cheklar baland, hamshiralarda cheklar kichkina. Mayli, shunga yarasha baribir 4 million so'm to'g'risida gaplashyapmiz. Islomjon hozir mana investorlar bilan kelishib olishga harakat qilyaptilar. Ungacha esa siz ham teletomoshabinlarga aynan bir taklif bersangizki, u aynan platformangiz ularda yaxshi bir taassurot qoldirsin. Aynan bizni ko'rsatuvimiz nomidan qanday foydali foydangiz tegishi mumkin? Agar tibbiy xizmatlarni biz orqali qabul qilishadigan bo'lsa, ularga Salom 20 promokodi orqali xizmatlarimizdan chegirma berishimiz mumkin. Ya'ni 20% chegirma. Albatta, 20% chegirma bu birinchi marta bizdan foydalanayotgan har bir inson uchun. Men boshqa narsa ko'raman. Men bu yerda ko'ramanki, masalan, uyingizda kimdir kasal, anaqa kapelnitsa yozdirib berishdi. Biz ham O'zbekistonda voy shunaqa odamlar yaxshi ko'radi kapelnitsaga dori ichishlarni. Har doim qaysi qo'shni bor, qayerda anaqa medsestra bor deb qidirtiladi. Bu hozir xuddi anaqa taksini qidirish o'rniga Yandexni chaqirgandek sizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Lekin uzoq muddatda 30% bu anaqa meni shaxsiy fikrim. To'g'ri aytdilar, katta rahmat. Bu bo'yicha izlanganmiz. To'ppa-to'g'ri 50 ga 50 ishlaydi yoki 60 ga 40. Hamshiralarda ham vrachlar 40% oladi. Hamma shunaqa mediklar shu. Hamshiralar ular oylikka ishlashadi, undan ham kam olishadi. Bular hamshiralar to'g'risida gapirib, hamshiralarga qo'shimcha daromad. Hamshiralar hozir ular o'zi ish qidirishi qiyin. O'zi ish qidira olmaydi. Agar yaqin atrofida qo'shnilarda bo'lmasa, ular marketingga ham pul ishlatmaydi ular. Marketingga ham pul ishlata olmaydi, qilmaydi ham. Lekin mana bu imkoniyat ularga. Bu hamshiralarga imkoniyat. Sizdagi anaqa loyiha chiqqandan keyin uchrasiz. Mana, uzr, men sizni motivatsiya chiqarayotganim yo'q, prosta sizga anaqa raqobat bo'lganda bu narsa. Boshida sochim bilan raqobatchilari yo'q. 30% olishga haqli. Keyinchalik bozorga qarab ishni qiladi. Qanaqa muammosini bir ko'rmayman, lekin nima deydi, ochko'zlik ham emas, chunki boshqa joyda biz biznes modelini ko'ryapmiz. Hamshiralarning sredniy cheki? Men bitta kelib kapelnitsa qilib ketishi yoki bitta ukol qilib ketishi? 240 ming dedilar, 20 dollar. Yo'q. Bu o'rtacha chek faqat hamshira emas. Buning ichida EKG bor, terapevt bor, vrachlar ham keladi. Hamshiralarniki shu 10 dollar atrofida. 100 ming so'm to'g'risida gaplashyapmiz-da, to'g'rimi? Taxminan 100 ming so'm bitta kelib ketishi.
70 ming so'm 70 uchun ming so'm keladimi oladi. yo'qmi misol uchun yo'l kira qilib yo'q Buni qilib farqli jihati Yaqindan yaqin keladi. atrofdan olasiz siz hamshirani. Yashang, xuddi taksi Yaqin yo'qsa atrofdan taksiga xarajatlar siz. Tushunyapsizmi? Siz ayting shuni keyslar bilan tushuntirib. uchta domdan keyin turadigan hamshira chiqishi mumkin-da. Inson odamlar shunaqa bir marta kelgandan keyin u hammasi yaqin-ku birovga. Nomerimni olib qo'ying, kelib o'zimga telefon qilib qo'ya qoling deydi. Yechimi qanday? Shu joylar bor. Buni imkon boricha biz kontrol qilishga harakat qilamiz. Ya'ni hamshira kelib ketgandan keyin siz o'sha hamshiraga baho qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari o'sha call center bor yoki o'sha nima sistema analiz qiladi. Bo'lishi mumkin sizga telefon qilib so'rashi mumkin. Faloncha opa kelib ketdilarmi? Ha, kelib ketdilar. E'tirozlar yo'qmi? E'tirozlar yo'qmi? Shunga o'xshagan vaziyatda deylik aytishi mumkin. Bir marta kelgan, lekin sizga bir haftadan beri, bir haftadan beri kelib ketyapti zo'r desa, o'shanda qaysidir ma'noda anaqa qilamiz. Halol ishlamagan hamshiralar bilan biz xayrlashamiz. Bloklaysizlar, kiritmaysizlar. Bu bloklanadi. Qo'shimcha nima ola olmaydi, ya'ni buyurtma ola olmaydi shu uchun. Aynan qo'shib aytib ketishim mumkin. Bizda shu qayta chaqiruvni kiritish funksiyasi bor. Ya'ni sizga bitta mutaxassis bordi. Sizga uni xizmat ko'rsatish yoqdi-da, aytishingiz mumkin. Xizmat ko'rsatishingiz menga yoqdi. Bir haftalik mana назначением bor. Iltimos, o'zingiz qolgan 6 kunni ham kelib qilib keting desangiz, bizda mutaxassislar ko'pi professional o'zi ishlaydigan ishi bor. Agar vaqti to'g'ri kelsa, akajon bo'ldi, men har kuni mana shu vaqtda kelib qilib ketaman deydi. Borib o'sha xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, o'zlari qayta chaqiruvni kiritib ketishlari mumkin. Va bu ishlayapti, kiritishyapti. Hamshiralarni qanaqa qilib tekshirib olasizlarmi? Albatta, hamshirani 3 ta etapda testlanadi. Birinchi o'rinda o'sha Telegram bot bor. Botda o'zini hamma ma'lumotini yozadi. Erinmasdan yozing deymiz, yozishadi. Nima ma'lumot? Ayting shuni nima bor? Ism, familiyasi, qayerda o'qigani, tug'ilgan o'sha nimalari va albatta qo'lidan nima keladi, qayerda ishlagan, nima xizmat ko'rsata oladi bemorning uyiga borib. Diplomlari, sertifikatlarini so'raymiz. Keyin agar bizga to'g'ri keladigan mutaxassis bo'lsa, oliy toifali mutaxassisimiz bor. Ular ikkinchi etapdagi telefon qilib so'raydi. Misol uchun, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Men falon loyihadan deb turib, siz nima deydi? Birdaniga savol berib tashlaydi. Mana shu holatda nima qilasiz? Qo'lingizdan nima keladi deydi. Agar yaxshi o'qigan, tajribasi bor mutaxassis yaxshi javob bersa, biz uni keyin offline suhbatga chaqiramiz. 270 tasi hammasi shunaqa o'tgan. Biznes modelini o'zgartirish kerak, chunki o'rtacha men hozir hisobladim, oyiga 1000 tacha buyurtma to'g'ri kelyapti. Agar $2000 sof foyda bo'lsa, o'sha 30% komissiya bilan taxminan 1000 ta buyurtma. Lekin u buyurtmalarni o'zi yetmaydi menimcha. Uni ustiga yana complementary qilib yana boshqa narsalarni ham qo'shish kerak. Ya'ni monetizatsiya yo'llarini kengaytirish kerak. Loyiha yaxshi, menga ham yoqyapti, lekin aytganingizdek sekin o'sayotganini hisobiga balki qanaqadir yordam bera olamizmi, maslahat bilanmi, pul bilanmi, bilmayman. Xullas kalom kelinglar, hozir hal qilaylik. Bu loyihaga pul tikamizmi yoki yo'q? Men sal qo'rqyapman. To'g'risini aytsam, yana savolga qaychana qolman, chunki hamshira bu odam o'lib qolsa nima bo'ladi? Kim aybdor bu? Misol uchun hayot-ku, to'g'rimi? U hamshira keyin misol men ham har bitta begona odamga ana qilishga qo'rqaman. Misol bilgan odamga murojaat qilgim keladi. U hali meni venam yomon ko'rinadi, topa oladimi, topa olmaydimi? Atsenkani ham tushunmayapman. 8% evaziga 100 ming, 800 ming bu nima uchun 800 ming? Shuncha pul ketkazganmisizlarki osmondan oldinglarmi bu bahoni? Yo'q, shu hozirgi tractiondan kelib chiqib hisoblang. Anvar aka, nima qilamiz qutini? Men hozircha я воздержусь. Rus tilida aytganda, если можно, chunki men to'g'risi hali oxirigacha tushunmadim bu qanaqa ishlashini. Xo'p. Dalarxon aka? Endi motivatsiyani so'ndirmaslik kerak. Bu taqdimot ham sizga bitta pog'ona bo'lsin. Albatta. Siz tajriba. juda ham yaxshi fikrlarni eshitdingiz bu yerda, nima qilish kerakligini. Biz doimo tayyormiz, hali pulimiz bor. Tugatganimiz yo'q. Va tugamasin, doimiy nima deydi, bizga ishonib bizga pul berishsin, biz esa sizlarga yaxshi startaplarga pul tikaylik. Shunda o'sha payt keling bizlarga. Biz tayyormiz hamma vaqt, bugun yo'q. Bu lekin yo'q siz uchun turtki bo'lsin rivojlanishga. Kimdir 50 ming bersa, biz 50 ming berishga tayyormiz. Agar lead investor topishsa, biz qo'llab-quvvatlashimiz mumkin 50 minggacha. 50 minggacha agar lead investor topishsa, hozir yo'qda lekin. Bo'ldi, lead investorimiz Tamila Qurbonova bo'ladi. Yo'q, men o'zi mana chimadani qo'ymaslikka ushab turman o'zimni. Qarang, boya aytgandek, g'oya yaxshi, potensial bor muammoga yechimi. Lekin shu bilan birga boya men endi Yandex deb misol qildim, chunki bir-birini topsa bo'ladi. Lekin Yandex u masalan, любой payt sizga kerak bo'lganda mashina, даже tanish водитель bo'lsa ham, siz uni kutib o'tirmaysiz, kirasizda chaqirasiz. Bu yerda sal boshqacha, bu yerda noziro.
ham potensial ko'ryapman, lekin shu bilan birga juda ham ko'p anaqa ko'ryapman. To'siqli ko'ryapman. Men agar hayotimda nima qilishni bilmagan bo'lsam, bitta narsani bilganman. Hech qachon doktor bo'lmayman yo hamshira bo'lmayman, chunki qon ko'rsam qo'rqib ketaman. Qutini nima qilamiz? Qo'yamiz. Motivatsiya so'nishi uchun emas, shunchaki yaxshiroq bu anaqa narsani tushungan investorlar menimcha yaxshiroq bo'la oladi. Bizda hozir bitta quti qoldi. Lead investor bo'lsa 50 minggacha berishgacha tayyor bo'lgan Aloqa Ventures. Xo'sh, bular grant ham olganmiz, prezident tekib yuboribdi. 100 ming olganmizmi? 100 ming olganmiz. 100 ming ishlatib bo'ldingizlarmi uni? Yo'q. Unda olib qo'ysak bular. Ana Pul bor ekan. Pul bor ekan, pul bor ekan. Bozorni ozgina o'rganishda yordam beradigan bitta odam kerak. O'sha raketa bo'lib ketishinglarga men ishonaman. To'g'risi, produkt zo'r. Shunaqa odam bo'lsa bizga chiqsin. Как angel investor bo'lib. Agar kimdir mana shu loyihani qanaqa qilib zo'r yurg'izib yuborishni bilsa, kelinglar. Har doim ochiqmiz. Takliflarga har doim ochiqmiz. Ajoyib. Mana. Zo'r, mana. Ana bu zo'r gap bo'ldi. Sizni tabriklayman. Zo'r gap. Rahmat. Rahmat sizlarga. Tabriklaymiz. Investorlarning e'tiborini tortdingiz, lekin pulini ola olmadingiz. Sabab nima bo'ldi? Menimcha loyihani ko'lamini yaxshi tushuntirib bera olmadim deb hisoblayman. Imkon boricha hammasini aytdik. Nima ham derdik, unda bu safar o'xshamagan bo'lsa, ko'rsatuvimizda keyingi sonlarda albatta kelib, eng yaxshi jihatlarni, eng e'tiborli jihatlarni investorlarga tushuntirib, investitsiya olishga muvaffaq bo'lasiz. Omad tilaymiz loyihangizga. Katta rahmat. Mana shu loyihani ko'rgan odamlar hamshiradan ishlatishni boshlaydi endi deb o'ylayapman men. Chunki yechim zo'rda. O'ylaymanki, keyingi startap sizlarni mana shu qutinglarni hammasini yig'ishtirib olib ketadi. Ko'ramiz azizlar, marhamat, keyingi startap taqdimot sahnasida. Hammaga salom. Men ismim Komron. Men maskanning founderiman. Bundan 3 yil oldin men programmistni o'rganishni boshlaganman. Orada mana buvim vafot etganlar. O'shanda biz bilmaganmiz nima qilishni. O'shandan keyin bu yoqda rostakam og'riq borligini sezib, biznes yo'nalishiga, ya'ni IT biznes yo'nalishiga o'tganman. Shundan keyin Maskan startapi boshlangan. Maskan startapi uzoqda bo'lgan odamlarga qabrlarni tozalash xizmatini taqdim qiladi va uni ustiga u bo'lgan odamlar vafot etib qolgan bo'lsa, bitta telefon orqali hamma organizatsiyalarni hal qilishiga yordam beradigan ekosistema yasayapmiz. Yaqini vafot etgandan keyin bilishmaydi nima qilish kerakligini. Biz o'sha narsani butun O'zbekistonga keng yoyib bermoqchimiz va hamma xizmatlarni bitta marketplace qilib joylamoqchimiz. Biz 50 ming so'rayapmiz. U 50 mingni katta qismini marketing qismiga sarflamoqchimiz va qolgan qismini produktga o'zini yaxshilashga ishlatmoqchimiz. Agar 50 ming dollar olsak, bizani vaqtimizni ancha tejab beradi. Agar biz 50 ming olmasak ham hech narsa yutqizmaymiz. Boshqa joydan pul ko'tarishga yoki xuddi shunaqa o'sib borishga intilamiz. O'ylaymanki, biz 50 mingni hammasini ko'tara olamiz. Hammaga salom. Men ismim Komron. Bundan 5 yil oldin meni buvim vafot etganlar. O'shanda biz bilmaganmiz qayerga borishni, nima qilishni, lekin biz bilardik yuvuvchiga, go'rkovga, domlaga va o'sha qabristonda xizmat qiladigan marosim mashinalarga borish kerakligini bilardik. Undan keyin biz qabr tosh qo'ydirganmiz va har oy o'sha qabrni tozalab turish uchun biz o'shani o'z vazifamizga olganmiz. Ko'rishinglar mumkin, 1886-yil bilan 2026-yildagi mashinani orasida juda katta farq. Hozirgi va 1000 yil oldingi rasm, ya'ni oldinda odamlar 1000 yil oldin ham qiynalishgan. Hozir ham qiynalishyapti. Ya'ni chunki bu umuman kutilmagan paytda bo'ladi. Tashvishi bittada, siz kutmagan paytingizda hammasi bittada kelib qoladi. Biz nima qilamiz? Maskanni organizatsiya qiladigan xizmat va tozalaydigan xizmatimiz bor. Ya'ni biz organizatsiyada o'sha o'lim marosimi bilan shug'ullanadigan hammani bitta telefon orqali chaqirib beramiz. Undan keyin ularni o'sha qabrlarni tozalab turishlarini va do'pposli rasmlarni o'z vazifamizga olamiz. Produkt qanaqa ishlaydi? Agar sizga organizatsiya xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, shunchaki qo'ng'iroq biz bitta odamga qo'ng'iroq qilish orqali siz barcha xizmatlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Saytdan yoki Telegram botdan shunchaki qabrni tozalashlik bo'yicha bemalol xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Biznes model juda oson. Biz 5% dan 20% gacha xizmat beruvchilardan olamiz. Loyihani ko'ryapmiz, haqiqatan ham foydali va 50 ming dollar so'rayapsiz bu loyihaning rivoji uchun. Aynan qaysi jihatlarni rivojlantirmoqchisiz? 50 ming dollarda biz marketing bilan основной
produktni rivojlantirmoqchimiz. Biz 2028-yilgacha Markaziy Osiyoni to'liq egallamoqchimiz. 2030-yilgacha Turkiyada, 2032-yilda Janubiy Sharqiy Osiyoni bemalol egallamoqchimiz. Butun dunyo bo'yicha 650 million musulmon bozorida aylanadi. 131 million esa bizga rejalashtirilgan davlatlar. O'zbekistonning o'zi esa 8,7 million dollarni tashkil qiladi. Organizatsiya qilganlarimiz 20 tadan ortiq mijozimiz bor, 5 ta qabristonimiz bor. 400 dan ortiq tozalash xizmatlarimiz va 150 dan ortiq qabrlarimiz bor. Men o'zim Tim universitetining studentiman va shu bilan birgalikda School 21 da o'qiyman. Uskaminator va Founders Hub'da akseleratorlarda ham ishtirok etganman. Elyor aka 25 yildan ortiq tajribaga ega Gorko hisoblanadilar va bu marosimlarni ipidan ignasigacha 100% yaxshi biladilar. Biz 50 ming dollarda pul so'rayapmiz. Hech kim qo'l urmagan mavzu. Hamma CRM, ERP bir narsalar, marketplace'lar qilaman deb yurgan paytda haqiqatan ham hammamizning boshimizdagi bor vaziyatga yechim beryapti. Mijozda 20 ta mijozga xizmat ko'rsatdida $450 umumiy nimadami? Har oy shuncha menga qolyapti. Sizga qolyapti, tushuncha o'zi option. O'sha tushum xarajatlarimiz где-то $150-200 atrofida bo'ladi. Har doim endi har oy har xil o'ynayapti. Necha pul to'layman tozalashga? Minimum 69 mingdan boshlanadi. Men hozir 600 ming to'layapman. 600 ming to'layapman ikkita qabrga qarab turuvchilarga 300 mingdan har biriga. Yo'q, ya'ni 69 minglik paketda u shunchaki qabrni o'zini tozalab beradi. Undan tashqari boshqa paketlarimiz ham bor. Misol uchun qabr suvoq qilish kerak bo'ladi. Undan keyin har oy misol uchun kimdirlar gul ektirilgan bo'lsa, o'sha gullarga parvarish kerak bo'ladi. O'sha parvarishlar uchun ya'ni narx oshib boradi. Rayhonni parvarishlash uchun 300 ming to'layapman. Yaxshi to'layapmanmi yo sizlarda arzonroqmi? Yo'q, yaxshi to'layapsiz. Bizlar bilan bir xil, faqat biza doposli rasmlarni tashab turamiz. Qabriston degani, qabristonda xizmat ko'rsatuvchi aniq odamlar bor-da, u yerda raqobat yo'q-da. Misol Abror aka bir marta bordilar, gaplashdilar, pul to'layaptilar. Nega endi aynan sizdan foydalanish kerak? Ya'ni bu aynan aytmoqchim, birinchi xizmat emas. Keyingi ana bu aytayotgan qo'shimcha xizmatlarni ushlab qolish ma'nosida qanaqa bog'liqlik, qanaqa sizlarni saqlaydi endi mana. Xavotirlarni. Bular tozalaydiganlarga ham baba o'sha narx beradilar. Bizga ham xuddi o'shancha narx. Lekin bular misol uchun agar tozalanmagan bo'ladigan bo'lsa, faqat o'sha Gorko o'ziga keyingi safar tozalab qo'yinglar iltimos deb aytishi mumkin-da. Undan boshqa anosi bo'lmaydi. Varianti bo'lmaydilar. Lekin menga aytadigan bo'lsa, men bu narsani jiddiy qabul qilaman. Men u narsani yaxshilab tozalab berishga harakat qilib ana qilaman. Xorijdagi odamlar uchun ham yaxshi, to'g'rimi? Asosiy turistlardan 50% dan ortiq klientlarimiz hammasi xorijdagi o'zimizda vatandoshlarimizda bo'ladi. Platforma bormi? Ya'ni sizga telefon qilmasdan ham shu ishni qilsa bo'ladimi? Mijoz? Telefon qiladiganlar o'z aslida kimlar telefon qilishadi? O'sha marosim uchun faqat telefon qilishadi, tozalash uchun qilishmaydi. Agar tozalash uchun xizmatdan foydalanishmoqchi bo'lsa, Telegram botga kiradi yoki bizning veb-saytimiz bor. O'sha veb-sayt yoki Telegram bot orqali qaysi xizmatlarni ko'rishadi, o'sha xizmatdan ko'rib bizga aytishadi. Biz morgga reklama qo'yganmiz. Chunki asosiy mijozlarimiz morgga juda aniqda. Qo'rqinchli gaplar gapirilyapti, lekin hamma boradigan joy baribir yaxshi yechim nima deydi? Yaxshi. Bu yerda lekin avtomatizatsiya yo'q-da. Da. Kimdir qilish kerak bu narsani. Hamma org'ilib nima qilmasa kim qiladi bu narsani? Shunaqa. Hozir ko'rdim, bunaqa startap bor ekan, Grave Care deydigan. Menimcha siz ham bilsangiz kerak. Chet elda, lekin men ko'rishim bo'yicha bular chekni o'sha aynan qabristonlar uchun chekni oshira oladi. Hozir qabristonlar 1x ishlasa, bular orqali qabristonlar 3-4, kamida 3-4x ishlashi mumkin. Nimaga? Chunki oson narsani. Shundoq sotib olsa bo'ladi, boshqa narsa qiladi buni. Anaqa bo'sh odamlar yo'q. Men iltimos qilib, kimdir qarab tursin, iltimos deb topdim men odam. Yo'q, hammasi band. Nima uchun kerak bu investitsiya? Pulni marketing uchun ketkazmoqchimiz. Chunki biz hozir juda ko'p boshqa ideyalar kelyapti, lekin bizning byudjetimiz kam bo'lganligi uchun biz eng arzon, ya'ni flyer o'zida ishlayapmiz-da. Ya'ni flyer o'zida, ya'ni boshqa narsalarga ham pul ishlatib ko'rmoqchimiz. Qanaqa bo'lar ekan? Rezultat qanaqa bo'lar ekan? Flyerdan ham arzon yo'lini aytaymi? Video reelslar o'zingizlar olasizlar, qo'yasizlar. Katta prosmotrli bo'ladigan mavzular. Agar o'zingizlarning qo'lingizdan kelmasa, bitta yarimta advisor olinglar, shu bo'yicha mutaxassislarni olinglar. Bitta narsa bor-da. Yaxshi kafe, restoranni reklama qilsangiz, odam o'ziga sahranch qilib qo'yadi-da, yuklab oladi, ertaga shu yerga boraman deb. Endi bularni unaqa qilmasa kerak. Yo'q, bu yerda mana ko'rdimmi? Bilish bor faqat. Baribir qarindoshi kimdir bor-ku, dodasi bordir, buvisi bordir, qabrda yotgan. Olib reski skachat qilib, qanaqadir to'lovlarni qilib qo'yadi. Kelinglar hal qilamiz. Bu maskan loyihasiga pul tikamizmi yoki yo'q?
bu loyihani oxirigacha olib borasizmi yoki qanchadir misol uchun sizga o'qishni tugatgandan 2 yildan keyin oylik taklif qilishi mumkin $2000 misol uchun tashlab ketib qolasizmi uni? Loyihaning asosiy maqsadi pul yoki boshqa narsada emas. Meni asosiy maqsadim o'zimdan keyin nimadir qoldirib ketishni xohlayman. Nima qilamiz? Suhrob G'aybullayev, Aloqa Ventures kiradimi? Xo'sh, Aloqa Ventures qo'llab-quvvatlaydi. Qiziq bizga. Yaxshi. IC Park Ventures kiradimi? Birinchi Aloqa Venturesdan olsin. Traction bo'lgandan keyin bir kamida 4-5 oylik tractionni ko'rsatsangiz, biz keyinchalik qo'llab-quvvatlashga ham tayyormiz. Ochib qo'yamiz. Kamila Qurbonova. Bilmayman nimaga boshda sizga точно yoqadigan loyiha deb o'yladingiz. Juda ham hayron bo'ldim. Lekin chunki yaxshiliklar yoqmayapti desa. Qarang, yaxshi aktual mavzu. Kerakli narsa. Menimcha, xudo xolasa o'sasizlar, hammasini yaxshi qilsanglar, komandani sal kattalashtirishga kerak, chunki bitta odam bu juda ham concentration risk degan narsa bor. Lekin men uchun emotsional bu juda ham qiyin mavzu. O'shanga men hozir ayol kartasini ishlataman. Men ayolman, o'shanga bu narsaga men qiyman. Mentor bo'lib qo'shilsangiz bo'lardi, yordam berishga. Bular aytayotgandek mediani agar yurg'izadigan bo'lsak, o'sha narsa. Bu narsaga yordam berish mumkin-da. Siz advisor sifatida kirishga tayyormisiz? Advisor sifatida mayli. Qanaqadir moliyaviy taraflarni yordam berish. Shu har oy bir marta kofegami, choygami taklif qilsangiz. Advisor sifatida kirsangiz oching qutini. Ulush evaziga. Gaplashamiz. Voy, nima gaplashasiz? Mayli. Qancha ulishligini gaplashamiz-da. Qancha ulishligini gaplashamiz, mayli. Va qiyin tema lekin bu juda. Men ham qo'shilishaman, lekin 2-3 ta iltimosim bo'ladi. Hozir mana sizlar oddiy P2P qilib, uni nazorati ham yo'q, hech narsa yo'q. Endi ko'pchilik u hozir o'zingizni firmangiz, o'zingiz bilganingizni qilaverasiz. Lekin misol uchun investorlar yoki fond qo'shilganda buni qanday institutsional obrazga olib kelish kerak. Soliq to'lash kerak. Soliq to'lash kerak, acquiring qilish kerak, bir to'g'ri yo'lga qo'ya olmayman. Bu birinchi masala. Misol uchun shu imini formalniy bir qanday ko'rinishga olib kela olmayman. Bu bir. Ikkinchidan, decision o'zim shuni ishlab, ustida rivojlantirib, komandani kuchaytirib yurg'izaman desangiz, unda qo'shilishga men ham tayyor bo'lib, qanday qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyor bo'lamiz. Chunki hozir bu juda endi начало one man showmi yoki qanday endi o'zingiz bir xohishingiz bilan qilayotgan ishingiz. Men pul topmayman, men savob qilmoqchiman. Bu hozir ertaga oilangiz bo'lsa, bola chaqangiz bo'lsa, oilamni qanaqa boqaman, bolamni institutini qanaqa to'layman deb buni bari 2-3 qadam oldinga o'ylash kerak, Kamron. To'yingiz bo'ladi hali. Undan ham oldin. To'yingiz bo'ladi, shunga yaxshilab o'ylab, rost ekamizga shuni серьезно qarab, не просто как хобби, а как действительно rostlagan proyektga yondashib yurg'izaman desangiz, mayli biz ham qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Institut baribir siz bilan yana gaplashamiz. Sizni tabriklayman. Rahmat. Loyiha zo'r va mana shu qutilar hammasi sizniki. Komronbek, tabriklaymiz. Demak, siz so'ragan $50,000 hozir qo'lga kiritdingiz. Investorlar sizga uni berishdi va aytingchi, boshida loyihangizni himoya qilib sahnaga chiqqaningizda o'zingiz ishonganmidingiz shunday natijaga? Ha, ishongandim. Narxini pastroq qo'ygandik, ya'ni o'zini narxini qo'ygandik. Unaqa ishirib oshirib o'tirmagandik. Shuning uchun menimcha 50 ming olishimiz ancha oson edi. Demak, biz sizga omad tilab qolamiz va yangi loyihalarni kutamiz. Rahmat. Azizlar, agar sizlarda ham loyihalar bo'lsa, marhamat, kelinglar Zepich Uzbekistan zepich.uz saytiga kirib, o'zingizlarni arizalaringlarni topshirishinglar mumkin. Taqdimot loyihasining asosiy tashabbuskori Aloqa Bank, hamkorlarimiz Aloqa Ventures hamda Startup Garage va bugun sizlar bilan Abror Baxtiyorov bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang azizlar, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Aloqa Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz.